Bizga ishonchli manbalardan yetib kelgan xabarlarga ko'ra, Andijon viloyatida xavfsizlik kuchlari tarafidan ayollarning yuzni to'suvchi niqob taqishiga qarshi reyd o'tkazilgan. Taxminan 2 hafta oldin o'tkazilgan ushbu tadbir natijasida 8 nafar muslima ayollar jamoat tartibini buzishda ayblanib qo'lga olingan va ular sud mahkamasiga tortilgan. Andijon shahar sudi ularning har biriga jazo sifatida 2 million so'mdan jarima to'lash hukmini chiqargan. Markaziy Osiyodagi rejimlar, xususan O'zbek hukumatining Rossiya, Xitoy kabi ashaddiy dushmanlarimiz talablariga ko'ra, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash niqobi ostida mintaqadagi musulmon xalqlarga qarshi 200lamachi va dushmanona siyosat yurgizayotgani bugun ko'pchilikka sir bo'lmay qoldi. Shuningdek, bu rejimlar o'z siyosatlarini, xavfsizlikni ta'minlash, milliy qadriyatlarni asrash kabi kurakda turmaydigan bahonalar bilan oqlashga urinishmoqda. Vaholanki, milliylik haqida bon urayotganlarning o'zlari G'arbning buzuq dunyoqarashi va turmush tarzini o'z xalqiga tiqishtirishda jonbozlik ko'rsatishyapti. Jamiyatimizni bulg'aydigan, uni aqlan va jismonan abgor ahvolga soladigan turli buzuq konsertlar, festivallar, mast alaslikni targ'ib qiladigan tadbirlar, qimor o'yinlari kabi gunoh ma'siyat ishlarga ruxsat berishmoqda va hatto o'zlari bosh bo'lishmoqda. Endi shuncha rasvogarchiliklar ichida o'z iffatini saqlayotgan, Allohning buyruqlarini bajarishga intilayotgan muslima ayollarning ro'moli va hijobiga oslayotgan mana bu sharmanda rejimlar haqida yana nima deyish mumkin? Vaholanki, ayollarning niqobi va jilbobiga osilishdek o'ta pastkash va sharmandali ishdan qaytarish uchun bu rejimlarga aytilmagan gap qolmadi. Yo'q, bu 200lamachi va faqat ojiza muslima ayollargagina kuchini ko'rsatadigan ushbu rejimlar qanchalik past ketib bo'lsa-da, hamon o'z xo'jayinlariga xizmat qilishdan bir qadam ham ortga chekinmayaptilar. Bu safar esa O'zbek rejimi yaqinlashib qolgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga o'ziga xos sovg'a tayyorlayotgan ko'rinadi. Chunki joriy yil Shanxay hamkorlik tashkiloti ta'sis etilganiga 25 yil to'lishi munosabati bilan 1-sentyabr kuni Bishkek shahrida davlat rahbarlarining yubiley sammiti o'tkaziladi. Ma'lumki, asosan Xitoy manfaatlarini himoya qiluvchi mazkur tashkilotning eng muhim yo'nalishlaridan biri terrorizmga qarshi kurash bo'lib, unga a'zo bo'lgan musulmon yurtlardan islomiy uyg'onishga qarshi ayovsiz kurashish talab qilinadi. Jumladan, yurtlarimizdagi islomiy manzara kuchayishiga yo'l qo'ymaslik, hatto hijob, ro'mol, soqol kabi islomning eng kichik belgilarini ham kamaytirish kabi tuturuqsiz talablar ham bor. Bundan ko'zlangan maqsad jamiyatimizdan islom va uning ahkomlarini quvib chiqarib, yurtlarimizni xuddi G'arb va boshqa kofir jamiyatlar kabi yalang'och, buzuq dunyoviy jamiyat sifatida ko'rsatishdir. Ammo bu kofir mustamlakachi davlatlar va ularga malaylik qilayotgan rejimlar bir haqiqatni esdan chiqarmoqdalar. Alloh o'z dinini himoya qilib, uni butun dunyoga yoyishni iroda qilgan ekan, ularning urinishlari va milliardlab mablag' sarflashlari bekorga ketadi. Alloh taolo aytadi: Allohning nurini og'izlari bilan o'chirishni xohlaydilar. Alloh esa o'z nurini, garchi kofirlar yoqtirmasalarda, butun olamga tarashini xohlaydi. Biroq bu degani mintaqamiz musulmonlarning faqat Allohga duo qilishlari kifoya ekanini anglatmaydi, balki duo bilan birga amaliy harakat qilishlari ham zarurdir. Ya'ni muslima ayollarni xuddi o'z onasi, opasi yoki singlisi kabi jiddu jahd bilan himoya qilishlari vojibdir. Zero har bir muslima ayolning ro'moli va hijobiga tajovuz qilinishiga yo'l qo'yish biz erkak musulmonlarning nomusimiz, obro'yimiz, sha'nimiz toptalishi bilan barobardir. Shunday ekan, bugun mintaqamizda o'zini musulmon sanaydigan har bir yigit anavi rejimlarning muslima ayollarga cho'zilgan qo'llarini qayirib, ojizalarga qo'yadek qalqon bo'lishlari vojibdir. Endi anavi rejimlarga aytamizki, ayollarni niqobi, ro'moli va hijobiga osilishdek tuban ahvolga tushgan ekansiz, o'zingizga Allohning g'azabi va alamli azob uqubati to'nini kiyib olmoqdasiz. Hali bu qilmishlaringiz uchun amallar hisob-kitob qilinadigan kunda sizlar zulm qilgan har bir muslima yoqangizdan olib, Allohdan haqqini talab qiladi. O'shanda Alloh taoloning adolatli va shiddatli hukmidan hech qayoqqa qochib qutula olmaysiz. Biz yetkazdik, ey Alloh, o'zing guvoh bo'l.